Diqqat aholiga shoshilinch xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 24, 25 hamda 26 dekabr kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan. Birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqatgina 26 dekabr kuni ba'zi joylarga qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati 24 va 26 dekabr kuni kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi esa 2-7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq 24 dekabrda. 25 va 26 dekabr kunlari kechasi harorat 3-8 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent viloyati, Samarqand va Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 3 daraja sovuq 24-25 dekabrda. 26 dekabrda esa kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 24 va 25 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 26 va 27 dekabr kuni ba'zi joylarga qor yog'adi, ba'zi joylarga esa tuman tushishi mumkin. 26 va 27 dekabr kuni yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalaklar yuzaga keladi. Havo harorati kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi, deyilgan xabarda.